Keyingi hadisimiz mushriklar bilan birga yashamaslik haqida. Musulmonlar bilan birga yashashligi kerak. Musulmonlar orasida yashashligi shart bo'ladi, birodarlar. Musulmon odam uchun dunyodagi eng qadrli narsa nima uchun? Iymoni, dini, oilasini musulmon bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tusakinul mushrikina va la tujami'uhum, faman sakanahum aw jama'ahum falaysa minna." Mushriklar bilan birga yashamanglar, ular bilan jimo qilmanglar. Kimki ular bilan birga yashasa yoki ularni jimo qilsa bizdan emas. Mushriklar deganda biz ahli kitoblarda aytmaymiz. Yahudiy bilan nasroniylar ahli kitoblar. Ammo undan boshqasi mushrik. Ularga uylanib bo'lmaydi. Ahli kitoblarda, Yahudiy nasroniylarda ayollariga uylanishi mumkin. Ular o'zini dinida turgan holida. Yahudiy yoki nasroniylikda ushamagan odam mushrik deyiladi. Bular bilan oila qurish mumkin emas. Mana ayrim qo'shni mamlakatlarda o'shalarga tegib borib qanaqa xor bo'lganligini maqolalarda yozyapti agar o'qigan bo'lsanglar. Musulmon odam bular bilan oila qurib ishi mumkin emas. Demak, mushriklar bilan birga yashamanglar. Ular bilan jimo qilmanglar. Kim shuni qilsa, bas bu kishi bizdan emas. Imom Abu Dovud keltirgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man jama'al mushrika va sakana ma'ahu fa innahu mithluhu." Kim mushrik bilan jimo qilsa, u bilan birga yashasa, bas u kishi o'shalardan bittasi yoki o'shalarga o'xshabdi. O'zi o'sha bo'yi g'ayri dinlar yurtiga borib yashashlikka kelsak, ehtimol ayrim mamlakatlarda, shu ayrim shaharlar, rayonlarda bemalolchilikdir. Uni ham aytishadi. Xuddi o'zimizda qilib masjidlari serob, unaqa ayollar ro'mol o'rab yurishi muammo emas, mayli. Lekin esimizdan chiqmasin. Mana biz yaqinroq bo'lgan g'arbga boradiganlar bola chaqasi bilan borib yashayapti, to'g'ri. Hamma yo'llari yaxshi, oilaga yaxshi, turmush sharoiti yaxshi, lekin xususan qiz farzandi borlar hushyor bo'linglar. Agar akalar yashayotgan bo'lsa, ukalar yashayotgan bo'lsa, 10-12 kirdimi, kesin bu yoqqa. O'zi qolsa ham qizlarini jo'natib yuborsin. Yaxshi bilasizlar. Nima ishlar bo'lishini 14-15 yashardan keyin u yerlarda.